Təpədən nəşr qılınğan Uyg'ongan Zimin nomli ikki qismlik tarixiy romanining birinchi qismining davomini anglatamiz. O yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsalar, Baratlı jengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'lkaga tutdim. Bağla qurup kelsin. Sizce bağının çirki yok. Hey olmadı. Yaman neyden özünge hemrah bulgay. Sen de kolunu kanlı paldırmak istersen de. Neydin laço? Hem de kanda kılımı. Ulanın kalı harvısı da toşkan tutulgalıkını unutup kaptı Urdovan. Tömer akamın kabrisine karafat mutluken. O kabriden hilim o. Derya derya. Hasret nadamet yaşları yıkıp duruptu. Yığının keçip yıkılıp ölgüce. Meydanda ilişip ölge yaxşı. Ben bir tamçı kıyım kağıç sokuşumen. Düşmenge el doluduğun hocun ya. Çıkı anısının karnından gelgi düşmedi. Hoji bu bosh bilan tanni bir qilib, o'z qo'li bilan yerlikka qo'ydi. Dafn murosimidan keyin marhumning yurtida 97 shahidning ruhiga atab cho'ng nazar o'tkazildi. Ondan qo'zg'olon rahbarlari Urumchiga yurish qilish uchun qo'shinni ratlash va to'liqlash ishiga kirishib ketdi. Qo'shin yangidan qo'shilgan yezi yoshlari va shahar kambag'allari hisobiga kun sayin to'liqlanib, harbiy tuzum bo'yicha cho'ng kichik bo'laklarga ayrildi va ularga boshliqlar tayinlandi. Butun qo'shinga Mahmud Muhiti Sijang, Savi Durg'i bilan Fazil Durg'lar Luyjang bo'ldi. Turpan Pichan qo'zg'olonchilarining ba'zi boshliqlari o'z qismlari bo'yicha tanjanglikqa tayinlandi. Jumladan To'xniyas Sur bilan Habibul O'chi Lenjanglar qatoriga, O'g'liqchi Mansur bilan Hoshir Kanto va G'uljilik Hitam Payjanglar qatoriga o'tdi. Biroq qo'shin tarkibidagilarning mutlaq ko'p qismi odatdagi puhrachi kiyim va har kim o'zi topgan ot uloq bilan bo'lib, qurol yaroq jihatda qo'l pilamoti va 5 atardan tartib qora miltiq, hatto qilish nayzlar bo'lg'achqa, ular partizan atratlarga o'xshatdi. Shu kunlarning birida Urumchi yo'liga qo'yilgan oldingi qaravuldagi yigitlar Turpan tarafga kelayotgan 5 otliq cherikning oldini to'sdi. Ulardan birining qo'lida tumarchi shaklidagi oq bayroq bor edi. Cheriklari darhol otlardan tushib, qurollarini yerga qo'yishdi. O'ruqroq kelgan egiz bo'yliq bir cherik Uyg'ur tilida so'zlab, o'zlarining Urumchidan Xo'janiyaz hojimga muhim xat kelganligini aytdi. Yigitlari cheriklarning qurollarini yig'ishtirib, o'zlarini hojining shtabiga kelishdi. Bu kuni qo'zg'olon boshliqlari shtabga to'planib, kelgusi ishlar to'g'risida kengash o'tkazib o'tdi. Bu kengashga burungi boshliqlardan tashqari yangi tayinlangan tanjangdan yuqori kishilar qatnashgan edi. Cheriklarni boshlab kelgan yigitlar ularni Ho'ylida Mirul Marganga topshirdi. Mirul Margan yiliqi egiz bo'yliq cherikdan gap so'rab ahvolni uqdi. Uning gaplaridan ma'lum bo'ldiki, Shingsay Urumchida yangi hukumat quribdi. Xo'janiyaz hojim bilan yorishib qilish uchun o'zining shtab boshlig'ini hojimga maxsus xat va sovg'atlar bilan elchilikka avatibdi. Bu cherikning o'zi bo'lsa, shu elchiga tungchi bo'lib ketdi. Elchi, mushu kishi bo'ladi. Dedi tungchi mashrang palto kiygan ko'zoynakli cherikni ko'rsatib. Mirul Margan salqing'ini kulib qo'yib, Turib turinglar, dedi-da, kengash bo'layotgan uyga kirib ketdi. Hoji ahvolni uqib, "Yo'q, men o'g'limodining elchisi bilan ko'rishmayman", deb turib oldi. Biroq Mahmud Muhiti
Salidorga va Qosim apandilarning salo sulhisi bilan oxiri elchini qabul qilishga rozi bo'ldi. Elchi o'zining to'ngchisi bilan hojining oldiga kirib, adab bilan ta'zim bajo keltirgach, qora xurum sumkasidan yo'g'on bir libobni chiqarib hojiga sundi va o'zi Mahmud Muhitining ishorati bilan bir yog'och o'rindiqqa berib o'tirdi. Hoji qo'shimini turgan holda xatni o'qishga boshladi. Zulmga qarshi xalq qo'zg'olonining qahramon sardori Xo'janiyoz Hojim Karamlarga deb boshlangan bu xat obdan patlangan xo'tan qog'oziga Uyg'ur katibning qumush qalami bilan nihoyatda chiroyli va ochiq qilib xatni fors shaklida yozgan edi. Hoji xatni o'qib bo'lib, bu lomodining gaplarini qarmandigan. Uning yuzi Abduxoliqning chamidimi qilingan. O'lik o'qsala, hammaydan anglag'ay. deb Mahmud Muhitiga uzatdi. Xatning asosiy qismida mundaq deyilgan edi. Asıl kalam. Hacim janoblarining jabr zulm chekkan puhroga bosh bo'lib, Jinshurun hukumatiga qarshi qo'zg'olon qilishi haq ish edi. Buning boizi shuldirki, ul hukumat zulm jaholat ustiga qurilgan botil hukumat edi. Kaminilarga kelsak, janobi hojim bilan jang qilmoqlik mening xohishim emas. Hamda buningga haddim yo'q edi. Ammo lekin o'zim vazifa kishisi, xususan harbiy odam bo'lganligim vajidan amir farmonga itoat qilmaslikqa ilojim bo'lmadi. Alhol xayrlik fursat tepib, bu zolim hukumatni o'rib tashlab, puhro parvar, odil, adolatlik hamda millatlar aro hurriyat va yana barobarlikni amalga qo'ydirgan yangi hukumat ta'sis qildim. Janobi hojimning orzu umidlari shol edi ekan. Endi ikkimiz orasida qon to'kilishga hech bir vajh sabab qolmadi. Janoblari Urumchiga qadam tashrif qilsalar, Shinjongni ikkimiz birlikda so'rag'aymiz. Mening bu taklifimga rozimanlik bildirsalar, janoblarining huzurlariga harbiy mulkiy amaldorlar va har millat mo'tavarlaridan tanlab maxsus elchilar umiga ibartaman. Har nechuk shart va maktublar bo'lsa, shol chog'da o'ttirg'i qo'yg'aylar. Hozirlikka loyiqlarida bo'lmasimi, ozroq sovg'at avatdim. Iltifotlarini daraxt tutmay maqbul ko'rurlar. Xat o'qilib bo'lish bilan uyning ishini varang-turun qoplab ketdi. Voy yolg'onchi kazzab! Hojim bilan jang qilg'isi yo'q ekanmish dixi. Puhra parvar bo'lganligini qaramandigan, qo'mal xalqiga qilganlarini unutib qoldi ekan. Turpanning qoniga bo'ygan kim? Shuni demandigan, shehidlarning qini tiq so'midi. Maqsud boyning beshini kesib, qo'voqqa osqan kim? Temir Jisa bilan Abduxoliq Uyg'urni chopgan kim? Tuniginki bo'ra bugun bir do'milniqla tulki bo'libdi. Tulkining haramzadaligi bo'rining qonxo'rligidimi yomon? Bu egisini oldigan qushgan qo, tuz bergan g'ojisiga vafo qilmagan nimiza, bizga vafo qilamda? Yangi hukumat, odil adolat, millatlar barobarlik emishdi. Shinjongni hojim bilan birlikda so'rg'idakmish dixi. To'ngchi bu gaplarni elchiga o'dilliq o'rib berib o'tadi. Uning sizmi hoji bilan so'rindigilarning holatini ko'rib turgan elchi paskakdak titrab o'tiradi. Shu arada Mahmud Muhitining o'z pastiga yarasha haybatlik bo'lib ovozi anglandi. Hoji aka, bu mal'unning yangi hukumat qurdiq degani nima gap? Anglab baqsaqmikin? Ma'qul. Avu bir nimanga et. Sijangning savoliga javob bersin. Elchi sal esiga kelib ostan so'zga kirishdi. Uning aytishicha, Xo'janiyoz hojilar Qumuldan Turpan tarafga kelib, Yolquntoq etikidagi qo'zg'olon bo'ronlari shiddat bilan so'qishga boshlaganda, Tangritog'ning shimol va janub taraflaridagi tinchsizlik texmi kuchayib, Jinshurun hukumati ig'ir xavf ostida qolgan. Shunga Jinshurun o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Shingsayni butun qo'shini bilan Urumchiga yo'tkab ketishga majbur bo'lgan. Biroq Jinshurun hukumatining tarkibidagi Jiangshing, Qingdili, Qinjung, Tominyu qatorliq mulkiy amaldorlar buning bilan hokimiyatni saqlab qolish mumkin emas. Faqat Jinshurunni taxtdan tushirib, yangi hukumat qurgandalar Xinjiang vaziyatini o'nglash mumkin degan o'y bilan siyosiy o'zgarish qilmoqchi bo'lgan. Va o'zining qo'lida harbiy kuch bo'lmaganlikdan Urumchidagi oq o'rislarning cho'nglariga
Jinshurunni taxtdan tushirishga yordam bersanglar, sizlarni bir muncha imtiyozlarga ega qilamiz. deb murojaat qilgan. Shuning bilan 200 dak oq o'ris askari darhol otlanib, Jinshurunning yamuliga tuyuqsiz hujum boshlagan. Jinshurun bu hujumga bardoshlik berolmay, shahar sirtidagi qizil toqqa qechib chiqqan va Urumchining g'arbiy tarafini mudofaa qilayotgan cheriklarini yo'tkab kelib, qaytirma hujumga o'tgan. Shahardagi oq o'ris askarlari buningga taqobil turolmay, qechishning taraddutiga tushib qolgan. Bu chaqlarda Shinsay Guchung tarafdan keladigan xavfga qarshi mudofaada edi. U siyosiy o'zgarish bo'lganligini anglab, Jinshurunni qo'g'dash uchun darhol Urumchiga kelib, shaharning sharqiy darvozasi sirtiga joylashgan va siyosiy o'zgarish qilganlarni besiqtirmoqchi bo'lgan. Dal shu chaqda siyosiy o'zgarish qilguvchilarning boshliqlaridan Jiangshing, Qingdili, Qinjung qatorliqlar Shinsayning oldiga berib, Jinshurunni qo'g'lab tozalashga yordam bersangiz, sizni Xinjiang harbiy ishlar hay'atining boshlig'i qilamiz, deb va'da bergan. Shinsay mundaq tuyuqsiz kelgan omadni g'animat bilib, darhol ma'qul bo'lgan. Biroq uning qo'lidagi cheriklar aslida Jinshurunning cheriklari bo'lg'achqa, ularga ancha ishonolmay sal ishkilanib qolgan. Uning baxtiga 1931-yili 9-oyning 18-kunida Yapon jahongirligining sharqiy shimol o'lkalariga qilgan tajovuzidan keyin Sibiriya orqali Xinjiangga qechib kelib, bu kunlarda Urumchida vaqtliq turayotgan sharqiy shimol fidoilarining boshlig'i bilan Shinsay bir yurtliq bo'lib chiqqan. Shunga u shu kishidan bir qism cherik so'rab olib, darhol harakat boshlagan. Natijada Jinshurunning shaharga hujum qilayotgan sheriklari mag'lub bo'lgan. Jinshurun cho'chakka qechib berib, Sovet zemini orqali Tianjinga ketgan. Shuning bilan Jinshurun hukumati og'dirilib, bir yangi hukumat qurilgan. Bu ish 12-aprel o'zgarishi deb atalib qolgan. Siyosiy o'zgarish qilguvchilar o'z va'dasi bo'yicha Shinsayni Duban, sobiq muorib noziri Liu Wenlongni o'lka raisi qilgan. Duban deganing nimasi? Boya harbiy ishlar hay'atining boshlig'i degan gapni qilib eding-ku. Aras, buningga izohat bermabdiman, deb davom qildi elchi. Ular siz harbiy ishlar hay'atining boshlig'i bo'ling deganda, Shingzuxi janoblari harbiy ishlar hay'atida huquqning chechilib ketadiganligini nazarda tutib, bo'lsam Duban bo'laman, bo'lmasa bu ishlarga aralashmay, o'z oldimga ish qilaman deb teri taraqlatdi. Shuning bilan ular Shingzuxining Duban bo'lishiga ma'qul keldi. Duban degan mansab Manchun xalqi zamonasidan qolgan. Duban bo'lgan kishi o'zi turgan zamindagi harbiy va siyosiy ishlar bo'yicha eng oliy huquqdor bo'ladi. Shu arada kimdir biri, bu haromzodani qara, to'plandan to'qach o'g'irlashga hajab tutgan. O'zi nalik nima u? Nada o'qitgan? Duban janoblari asli sharq shimoldagi Liaoning o'lkasidan bo'lib, dastlabda qiynatisining, keyin Zhang Yuanjiangning yordami bilan Yaponiya quruqliq armiya oliy maktabida o'qigan. Haromzodalikni shu yerda o'rganib tikanda u. Ha, ondan keyin Zhang Yuanjiangning belgilishi bilan Nanjingda harbiy xizmatda bo'lgan. Jinshurun taxtga chiqqandan keyin Duban janoblarini Xinjiangga aytilib xizmatga qo'ygan. Qumul qo'zg'olonga bo'lganda zig'iy qilib avatgan. Ondan keyingi ishlar hammalarga ma'lum. Ondan keyingi ishlar hammalarga ma'lum degan gap so'rindigilarning yarsiga tuz sepib, son-sanoqsiz ochiq xotiralarni. Kuyayotgan uylar, ustidak bosgan mahallalar, kesilayotgan boshlar. Daryo oqqan qonlarni yodiga soldi bo'lg'ay, uyning ichi g'alati bir xil sukunatga cho'mdi. Elchi bu sukutni ma'qullik alomati deb tushandi chig'i bir oz jonlanib, yana gapga kirishdi. Duban janoblari millatlar barobarligini amalga qo'yish uchun Uyg'urlardan Qomul Vangi Nazarni, Tatarlardan Husayinbay Chanshev, O'zbeklardan Mansurjonbay, Qozoq mo'tavarlaridan Baymolla degan kishini, Xuyzulardan Ma Hongxiang bilan Ma Gojunni, Mong'ol cho'nglardan Damdin Chatni, Shiba mo'tavarlaridan Tungbo bilan Guangluni bir qancha Hanzu mo'tavarlari bilan bir qatorda yangi hukumatning hay'at a'zolari tarkibiga kirgizdi.
Tuban janob bir yana. Gap shu yerga yetganda hoji o'rnidan chachirab qo'pib koyishga boshladi. Nima davatsan hayvonmodi? Vot sening shu dubuningga. Onun kala harvasida to'shqan tutmoqchi bo'lganini kim bilmaydi? Yangjangjon degan qeri tulkimi rahmat Temur akam bilan Mo'ydin xalqiga yingjangliq mansibini bergan. Dushmanning shirin suqalariga oldimish. Temur akam bilan kessin. Sizlarning gapinglarga kirib, qopqonga dasaydigan Xo'janiyaz texi onasining qo'sqidan to'ralmadi. Elchiga o'lim yo'q demaydigan bo'lsam, beshingni uzib qo'ltig'imga qistirib qo'yar edim. Mang, ko'zimda yo'qol. Dubandiga lo'modiga berib bet. Ona apsi o'g'il deb tuqqan bo'lsa, xotin kishidek yuziga ushbu anglik surib, qosh ko'zini o'ynatmay, jang maydoniga chiqsin. Minglagan qarindoshlarimizning xunini to'lsin. Men qisas olmay to'xtamayman. Shuning bilan gap tugadi. Elchi o'zining to'ngchisi bilan uydan orqacha mengib chiqib ketdi. Sovg'atlarmi qabul qilinmadi. Bir necha kundan keyin hoji bilan Mahmud Muhiti Qumul Turpan qo'zg'olonchilaridan tarkib topgan 2100 kishilik otliq qo'shinni boshlab, Shinsega qarshi jazo yurishi qilishga otlandi. Mashining hojilardan allaqachon bo'linib ketib, o'z oldiga harakat qilyotdi. 3-3dan bo'lib uzun so'zilib ketayotgan qo'zg'olonchi qo'shinni shahar darvozasidan xeyli yergacha minglagan, 10 minglagan xalq to'pi yo'lning ikki qasniqida turib, unlik duo takbirlar bilan uzatmoqda. Chashliq mo'maylar budruq buvoqlarning nangzidek qizargan nam to'qashlar bilan xalt talqon va yeshil yoqutdek parqirab turgan quruq o'sim. Hatto alohida pishirib sovutib qo'yilgan semiz paqlan go'shtlarini. Qiz juvollar bo'lsa, keshtalangan qo'lyog'liqlari bilan gullik turpan do'ppillarini yigitlarga yo'lliq tutadi. O xaltalarni murisidan ortildirib, uzun qisqa chapallari ustidan qora pota yoki tosma belbog' bilan ballarini mahkam bog'lab, qilish miltiqlarini atliq qilib esib olgan yigitlar xuddi to'y marikasiga ketayotgandek o'yin chaqchaq bilan ilgarilaydi. Biroq yigitlar orasida qosh-qopiqi silinib, rangi ro'yi xuddi o'tgunchi bulutdek tutilib, xopi ketayotganlarimi yo'q emas edi. Shundaqlarning biri Yamshilik Saypul degan yosh yigit bo'lib, u Ho'shur kanto bilan yonma-yon ketayotdi. Fazima chidamas nima ekansan? Uyingdan ayrilgan kelmasa, mang, hozirlik et. Yo'q, Ho'shurka, gap uningda emas. Mening dardim boshqa. Qiyin aytqina. Nima darding bormsa? Saypul murisidan miltiqini elib Ho'shur kantoga ko'rsatdi. Bu qora miltiq edi. Qarang aka, bu ko'say miltiq bilan nima qilg'ili bo'ladi? Shuncha debmi, sizlardan bir tal besh otar ololmadim. Shumi gap bo'ldimi? Qora miltiqmi miltiq? Ba'zilarning qora miltiqimi yo'q. O'zi soqib olgan qilich bilan ketayotganini ko'mdingmi? Biz-chi qara. Dastlabda tayoq to'qmoq bilan ish boshlagan. Taliying bo'lsa, birinchi jangdala 5 atarga tegishib olasan. Yeshingni sirt. O'g'il bolam yig'lamdi, ha? Saypul qo'lining dumbisi bilan ko'zini surtib etib, muloyim kulib qo'ydi. Qo'shin aprelning oxirgi kunlarining birida Pichanning shimolidagi ko'kyor eg'izi orqali Tangritog'ning shimoliy etikiga o'tdi. Necha kundan beri ig'ir kelayotgan chapancharilar texichi shalanqar parchalari ostida yotgan bu shimol dalasining muzdek bahor shamiliga daldi bo'lolmay qelyotdi. Targi cho'mgan otlarning burun to'shiklaridan xuddi qish kunlaridek ap-aq qo'yuqor purqirab chiqib turadi. Qo'shin tushkun qilgan yerlarda yigitlar gulxan atrofiga to'planib, o'yin chaqchaq bilan yo'l horduqini chiqarishadi. Bir oqshimi Ho'shur kanto yo'lg'undan rastlangan saqqa kavob uchun to'g'ralgan go'sht parchalarini o'tkazib o'tib, Merul Marganga gap tashladi. Laqam osmondan tushdi deb, o'zlar rostila iyi qo'qishadigan odamjimi? So'zining beshig'i turmay, ko'kiga turdi kalla. O'zlariga bergan yenjangliqni menga bersa, bo'kimni osmonga otar edim.
Mening yurishtirishim iyiqqa o'xshagan bilan ishchim eriq. Dadam menga hojimning yenidan bir g'irichmi dojimay xizmatini qil deb vasiyat qilgan. Eligo yingjangliqkan, to'njangliqni basimo, hoji akamning yenidan hargiz ketmayman. Bo'lmasa, sana o'xshash kantola hoji akamni o'g'irlab ketmanda, ha? So'rindigilarning hammasi kulib o'tdi. Ho'shir kanto yana bir nima deyishga og'zini ruslab turganda, yaqinli yerdan ot tuyoqlarining dukurlagan ovozi anglanib qoldi. Hammaning diqqati shu tarafga buraldi. Hoy to'y deguncha yitamning chorlug'uchi yigitlari otlarini yo'rg'ilatgan beti Gulxon tuviga kelib to'xtadi. Miral akam bu yerdimi? Ha, mana men. Cho'nglarga ma'lum qilsalar, biz yetib keldik. Mirul Margan boshqalarni qoldirib, yolg'iz Heytamni 10 qadam nerida cho'qchiyib turgan yo'g'on chidir tarafga boshlab mangdi. Bu chidirda hoji o'z sabdoshlari bilan choy ichib o'tirdi. Heytam xeyli yiroqlargacha charlab borganligini aytib, puhralardan fuqishimcha, bu atrofdagi cheriklar bizning kelayotganligimizdan xabar tepib, Moriga qochib ketibdi. Bu yer bilan Morining orliqi otliq odamga 2 kunlik yo'lkan. Hoji hamrohlariga qarab, Xudo buyursa, ishni Moridan boshlasak bo'lg'udak, deb qo'ydi. Biroq hojilarmi Moriga yetib borguchi yuz bergan voqealar shundoq oqibatlarni keltirib chiqardiki, buni hech kim tasavvur qilib boqmagan edi. Keyin ba'zi tarixchilar bu kutilmagan oqibatlarni mulohaza qilib, taqdir shundoq bo'lsa kerak degan xulosaga kelishdi. Bu shundoqmi emasmi? Hurmatli kitobxonlar keyingi bobni o'qib chiqqandan keyin bir nimada. 18-bob. Kutilmagan oqibat. Dunyoda tasoddibiliklar nurg'un. Lekin har qanday tasoddibilikning mo tabiiyligi bor. Abdurahim O'tkir xotiri daftaridir. Is romanining xotimasida bayon qilingandek, 1933-yili bahor kunlarining birida taqirlashib qolgan tulki quloqchisini cho'kirib kiyib, bo'yniga durbin esib olgan salopatlik bir kishi zo'r bir qo'shinni boshlab sharq tarafdan Mori dalollariga kirib keldi. Bu Xo'ja Niyoz hoji edi. U nutq ovozidan quloqlari salpiyib ketgan yo'g'on chilan to'riq ustida o'ltirib, hamma atrofga tekshi qarab mang'atdi. Birdala tog' bag'ridan o'tin yutib tushayotgan bir kishiga ko'zi tushib qoldi. Yo'g'on juvisining ustidan qil org'amchi bilan belini bog'lab olgan bu qattiq qomatlik, qora soqol kishining so'l puti xilili oqsaydi. U chang to'zonlar bilan qoplangan dalada cho'nqur izlarni qoldirib o'tayotgan otliq qo'shinning kiyim-kechigi, chiroy shakli, bo'libmi dushalqiliq miltiqlariga qarab hayron bo'lgandek yo'lning chetida turib qoldi. Hoji uning o'diliga kelganda, chilam to'riqning tizginini tortdi-da, uningga diqqat bilan qarashga boshladi. Oqsoq o'tinchimi ko'zlarini yo'g'on ichib hojiga qarab qoldi. Hojining yuragi birdala qattiq so'qishga boshladi va qarshisida turgan qora soqolli o'tinchini ko'zdan tunib, ixtiyorsiz holda, "Men seni tuniraman-ku. Sen" deb tashladi. O'tinchi hojining ovozini anglash bilan birdan tengirqab turdi-da, dumbisidagi o'tinini tashlab, "Aka! Bu men!" degunicha uning oldiga oqsoqlab yugurdi. Hojimi otdan sakrab tushib, uni bag'riga bosdi. Hayajondan titrab ketayotgan qo'llarining bir-birini qattiq qisishlari, yenib quchoqlashishlar, ko'z yoshlari bilan namlashib ketgan mang'islarning bir-biriga choplashib ketishlariga qarab, hayron bo'lgan Mahmud Muhiti boshliq cho'nglamu otlardan tushib, bu ishkaylarning atrofiga o'lashdi. Bir hozirdan keyin hoji o'zini bir oz besib olib, ko'z yoshlarini surta atrofdagilarga qaradi. Tova, tog'-tog'ga qovushmas, odam odamga qovushur deb. Kishi olamda hayotli bo'lsa ko'rishid ekan. Biz 20 yil burun
Tömür akamning qo'shonida bir sap turib jang qilgan sabdoshlar edik. Hammaylan oqsoq o'tinchiga ajoyib bir xil ixtiros bilan qarab, uning bilan samimiy ko'rishishga boshladi. Bu Tömür xalqi qatl qilingandan keyin Yang Jangjungning kangchiligi bilan 60 otliq cherikning muhofizatidan Qumulga qaytarilgan 200 dak yigit Guchangning kun chiqish tarafidagi Ulan Usu jilg'isiga kirgan kechasi yuz bergan yiliqi dahshatlik fojianing birdan-bir tirik qolgan shahidi Ansari edi. Shu fojia kechasi o'tib, atsi jahon tinchiganda yüz ko'zlariga to'pi aralash qon uyib qolgan Ansari o'z hamrohlarining jasadidan hosil bo'lgan qon aralash to'pi dongning bir chetidan asta sug'urilib chiqib, o'q tekkan so'l putini so'rigan peti uduldagi qarg'ay tubiga o'milib kelib, shu yerda yetib qoldi. Kun petayotgan chaqda man varallarni o'tlata o'z ovuliga qaytayotgan O'raz bovoy uni ko'rib qoldi va yeniga kelib hol ahvol so'radi. Ansari shalang soqol burda oqirib ketgan bo'lsa-mu, mangzidan qon tepchib turgan bu qozoq bovoyning muloyim ko'zlaridagi samimiyligi ishanda bo'lg'ay, uningga hamma gapni rosti bilan aytib turib, yig'lab tashladi. Bovoymu ko'z yeshi qilib, Xudo aman qo'yganni, men asrimsam bo'lmas. Yur o'g'lim, men seni aytay. Yamoq yirtiq bo'lsin-mu, shamolga doldi bo'g'ida kigiz uyim bor. deydi-da, uni to'kur baytilga mindirib uyiga keldi va kampiri bilan ikkisi o'zi bilgan usullar bilan amlashga boshladi. Ansari birar oy ichida yerda sap mong'udek bo'lib qoldi. O'raz bovoy qishloqqa ko'chish vaqtida Ansariga: "Man qara balam, Xudo bizga o'g'il bermadi. Ikki qizim yiroq alga yotliq qilinib ketgan. Xohlasang bizga o'g'il bo'p qol. Bugundan boshlab sening yurting turpon, etang rahmon bo'lsin." Ansari bu taklifni jon deb qabul qildi va shuningdan e'tiboran bu uyning o'g'li bo'lib qoldi. Oylar, yillar bir-birini qo'g'lashib o'taverdi. O'raz bovoy bilan uning kampirimu Rahmonni yolg'iz qoldirib, orqa-orqadan olamdan o'tdi. Ularning qizlari kuy o'g'illari bilan kelib, bovoy bilan mo'maydan qolgan hamma narsani bo'lishib ketdi. Yolg'iz tikanda qolgan turponliq Rahmon goh molchi, goh madikorlik bilan o'z rizqini tepib yeb, shu kunga keldi. Bir zamonlarda bo'rondek puchqur jadu qo'shqisi ustida qilish o'ynatgan bu yigit endi ingaklarni soqol, manglini qo'riq bosgan, jimg'ur va xuddi urkib ketgan kiyikdek cho'chib turadigan kishiga aylanib qolgan edi. Faqat o'zi yolg'iz mol beqib yoki qarg'ay kesib yurgan chog'lardala qumul naqshillarini aytib, "Ah Xudo, tug'ilib o'sgan yerlarni yenib ko'rdigan kunlar bo'lurmi?" deb o'ksib yig'lab oladi. Biroq ba'zi kishilarning o'zaro gaplaridan Yang Jangjung bilan Shamoq Sutvangning o'lganligini, Qumul tog'larida Xo'janiyaz hoji degan kishining boshchiligida qo'zg'olon bo'lganligini anglagan bo'lsa-mu, bu qo'zg'olonmi oxir Tömür xalqi yig'liqiga o'xshash Qumulning o'zida to'zib ketarmikin deb o'ylaydi va Xo'janiyaz hojining o'z zamonisidagi Xo'janiyaz polgon ekanligini zodi bilmaydi. Shuning uchun baya hoji bilan tuyuqsiz uchrashib qolgandan keyin o'pkisi og'ziga tiqilib bir hozog'icha tili gapga kelmadi. Nihoyat hojining ko'ziga qarab, "Aka, men rostla o'zlarini ko'rib o'tamanmi? Bu ishda o'ngimmi, tushimmi?" Nemish qitishing bo'g'idak. Bu karomatni ko'rmayapsan. Hay Mirol, qanisan? Ansariga ot bilan qo'ralba. Bugundan boshlab bu bizning sepimizda bo'lsin. Men jinim bilan aka, o'zlar nada bo'lsalar. Ha, nim bo'lding? Gapingni tugatmayla, jim bo'lib qolding-ku. Hech nima aka. O'zlar nada bo'lsalar, men shu yerda bo'laman. Agal mening musofirxonamga kirib, bir piyoladan qiziq choy ichib o'tsalar, ovidongning bag'rida ko'rinib turgan kap shu. Bola chaqang bormi?
Yo'q. Bordalgan 3 erkekim bor. Şunu soymasam bo'lmaydi. 3 erkekim tishimizning araştırda qalam ekan fikam. Bo'pti. Bizning qo'y qotozlarimiz yetib kelguncha seninkini yeb turayli. Yuringlar. deb samimiy kuldi hoji. Ondan u cho'nglar bilan birlikda Ansarining kapsiga ketib o'tib, kang dalaga ko'z yugurtib chiqdi. Bugun mushada otlarimizning tarini qurtib olayli, dedi. Mahmud muhiti boshliq cho'nglar bu taklifga qo'shildi. Bu oqshom xuddi osmondagi quyosh parchalanib ketib, zaminga chechilib ketgandek, butun dalani lovuldab turgan gulxonlar qoplab ketdi. Qo'y qo'taslar so'yilib, necha o'nlagan mis qozonlar qaynashqa. Uzun zixlarda kavoblar pishildashqa boshladi. Ba'zi gulxonalarning cho'risida qumul g'ijiga anglansa, ba'zilarda turpan muqama anglanib turadi. Yog'oq juvusini tashlab, apchilgini kiyinib olgan Ansari belidagi o'q po'tisini silab o'ltirib, yangi tunishgan sabdoshlariga ulan usu jilg'isida yuz bergan yilqi fojianing o'tmishini hikoya qilib berib Gulxon orliqlarida oldingi oyoqlari tushib qo'yilgan top-top jang otlari beshidagi to'virlarni silkib, taraslatib, bo'g'iz chaynashib turadi. Qo'shin boshliqlari bo'lsa, yo'g'on bir chidirda ata morini qandoq elish to'g'riliq qizg'in paranglashib. Birdala ot tuyoqlarining do'kirlagan ovozi anglandi. 1-2 minutdan keyin Mirul Margan kirib, qumul yo'lini ko'zib kelayotgan yigitlarning Majumyingning elchilarini boshlab kelganligini ma'lum qildi. Bu kutilmagan xabardan so'rindikilarning hammasi hayron bo'lib, bir-biriga qarashdi. Chidirning ichini jimjitlik bosdi. Chunki O'zaqi yili kuzda Majumying qumuldan ichkarisiga qochib ketgandan buyon uning nomi xaloyiqning yodidan chiqib ketish darajasiga yetgan edi. Uning Shinjonga kelib qolganligidan hoji va uning odamlari turmoq Urumchida yangi hukumat qurgan Shingsayning xabari yo'q edi. Amaliyotda bo'lsa, Majumying 1,5 yildan ko'proq vaqtdan buyon Gansu o'lkasining Jiuchuan, Anshi qatorliq joylarida o'z qo'shinini qaytadan ratlab va to'liqlab, bu kunlarda Shinjong zaminiga ikkinchi qitim besib kirish bilan Qumul Bargul taraflarini hech qanday qarshiliksiz o'z elkiga elib bo'lib, Urumchiga yurish boshlagan edi. Urumchini elish uchun oldi bilan Guchungni ishg'ol qilish niyatida Qumul bilan Turpan orasidagi 7 quduq degan yerdan boshlab shimoliy yo'l bilan Moriyaga kelayotganda hojilarning Turpan tarafdan Moriyaga o'tganligini anglab, ma'lum maqsad bilan darhol elchi avatgan edi. Hojining guldirmomidek g'azablik ovozi jimjitlikni buzdi. Aka, Olomodining elchisi! Mahmud muhiti ig'ir besiqlik bilan Hojaka, ochig'larni besivasila. Elchiga o'lim yo'q emasmi? Sali turg'i bilan Qosim apandi boshliq cho'nglar Sijang to'g'ri aytdi. deb Mahmud muhitini yoqladi. Shu arada Mirul Margan 2 kishini boshlab kirdi. Ulardan jivakrak kelgan ko'kko'z, siriq burut, o'ttiri yoshliq biri chidirg'i kirish bilan "Assalomu alaykum" deb salom berdi va ko'rsatilgan o'rinda o'ltirib, duodan keyin mumkin qadar uyg'urchalashtirib, tatar tilida omon esanlik so'rashga boshladi. Bu Sovet Oktyabr inqilobida Rossiyadan Xarbinga qochib kelib, shu yerda to'xtab qolgan va keyin Gansuga kelib, Majumyingning shtabiga sanmo'liq xizmatiga kirgan Zakir Polatov degan kishi edi. Yana biri qizil yuzlik yigit bo'lib, ularning har ikkisi kulrang raqibdan harbiy forma kiygan. Bellarda kang tasma belbog' parqirab turadi. Ko'rinishidan qoida bo'yicha yon qurol va tashqi kiyimlarni sirtda qoldirgan bo'lsa kerak. Haji so'g'uqqina holda: "Ha, hormag'aysizlar. Gasilang, tinchlikmi?" Zakir Polatov ko'rgan bilganlarining tasvirlab bergani bo'yicha yoki to'rda o'ltirib, birinchi gapni shu kishining so'rg'iniga qarab, hojini tunudi chig'i o'rnidan darhol turib: Rahmat hojim. Qasilang janoblarga ko'p salomlar aytdi.
Maxsus mektub avatdi. Dedi-de, yançuqidan bir lipap chiqarib ikki qo'llab sundi. Mirul Margan yo'g'an mum shamni hojining oldiga opirib qo'ydi. Hoji chaqmoq qog'ozga so'zsin siyoh bilan Uyg'ur tilida oldirish yozilganligi bilinib turgan qurlarni o'qishga boshladi. Uning qo'shimisi turilib, soqolining titrayotganligi hammaga sezilib turadi. U xatni o'qib bo'lib, o'ng yonida o'tirgan Mahmud Muhitiga uzatdi va unlik o'qisizlar deb ta'tir qarab oldi. Xat birmuncha takalluf so'zlari bilan boshlanib, asosiy maqsad qismida mundoq deyilgan edi. Siz ota, men bola. Boladan o'tgan adabsizlikni ota albatta kechiradi. O'tganga salovat qilib, meni yana o'z o'g'lingizda ko'rishingizga ishonaman. Burun qilolmagan xizmatimni endi baja qilay deb keldim. Siz neyzining dastisi, men uchi bo'lay. Nagi shiltsingiz, shu yerga sanjilay. Ikkimiz birlikda turib, musulmon qarindoshlarimiz uchun kofirlardan intiqom olaylik. Men 7 quduqqa kelib, sizning go'chingga lashkar tatqanligingizni angladim. 2 yildan beri kofirlarga qarshi g'azot qilib, ko'p jafo tortdingiz. Mening askarlarim bo'lsa, xeylidan beri jang qilmay tayyorlanni yeb, faqat mashq qilib yotdi. Qilishlarimiz dotlashib kelyapti. Otlarimiz dig'rab ketdi. Menga ruxsat bersangiz, Mori bilan go'chingni ilib, sizga yo'l ochib beray. Bu iltimosimni rad qilmasligingizni so'rayman. O'z o'rnimda Zokir Sanmo bilan Mapuganni oldin xabar berishga huzuringizga avatdim. O'zimmo tezlikda yetib boraman. Xat o'qilib bo'lish bilan Chidirning ichini jimjitlik bosdi. Hammaylan degudek hojining og'ziga qarab o'ltirdi. Hoji bo'lsa bir tizini quchoqlab, Chidirning yo'chiqidan ko'rinib turgan kichikgina osmon partisidagi yulduzlarga qarag'anicha xiyolga botgan edi. Yolvos bilan Abduniyoz Murab nada qoldi? So'rada hoji Zokir Sanmoga qaramay o'ltirib. Zokir Sanmo Majung yig'ning har ikkisiga qo'ral berib, ularni qumulni saqlashga qoldirganligini aytdi. Hoji Zokir Sanmoga yana bir nima demoqchi bo'lib turganda, Mahmud Muhiti eshik tugida o'ltirgan Mirul Marganga qarab, "Mehmonlar herib ichib kelgandi. Obdanroq sho'rpilinib, aram ilib olsin." Ular chiqib ketish bilan Chidirda g'udung-g'udung boshlanib, bara-bara talash tortishga aylandi. Bu shayton yo'lcho'li gaplarni qildi-ku. Jinning qasdi shaptilda deb bizni yana dog'da qo'ymoqchimi? Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Zimin nomli tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Kaskilivasan. Men uni chillab chiqmadim. Chashgoh bilan Moriga tegish qilamiz. Biz qo'limizga xeyni yiqib oldik. Namingizni anglagan edim. Bugun didoringizni ko'rganimga to'liq xushalman. Akangizni Xinjiang xalqining inqilobiga yordam so'rash uchun Nanjingga mangdirgan ekansizlar. O'zlar nima deb unda qildilar? Ha? Talamishki, uymishkini qo'g'labdi deb. Bu Tunganning hilidillar bizning shillimizga minmoqchi bo'layotganini ko'rmayotganlar. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zahoji, Mahira Abdurashid, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tohir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur. Beijing vaqti soat 13.